Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ekub va ekuk haqida bo'ladi. Biz sizlarni ekub va ekukni nimaligini sizlarni o'rganishimizdan oldin kelinglar tub va murakkab sonlar bilan tanishaylik. Tub sonlar. O'ziga va biriga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Tub sonlar eng kichigi 2, keyingisi 3, keyingisi 5, keyingisi 7, keyingisi 9 emas. Ya'ni bu kimdir qarab turib 2dan keyin faqat bu yerda to'qsonlar ketyapti, faqat to'qsonlar bo'lsa kerak deb kimlardir gumon bo'lishi mumkin. Ya'ni 2dan keyin kelgan sonlar hamma to'qsonlar bo'lishi mumkin ekan degan gumon bo'lsa, sizlarda bu xato bo'lib qoladi. Ya'ni 9 emas, endi bu yerda 11 bo'ladi, 13 va hokazo. Tub sonlar jadvalini videoda oxiriga qo'shib qo'yaman. Tub sonlarimiz o'ziga biriga bo'lingan sonlar tub sonlar bo'lar ekan. Ana endi murakkab sonlar. Murakkab sonlar. Murakkab sonlar deb shunday sonlarga aytiladiganki, bo'luvchisi ikkitadan ortiq bo'lgan sonlarga murakkab sonlar deyiladi. Aytaylik, mana 4 yozyapman. 4 bo'luvchilari 4 1ga bo'linadi, 2ga bo'linadi, 4ga bo'linadi. Bo'luvchisi ikkitadan ortiq bo'ladi, ya'ni 3 ta bo'ladi. Bu sonimiz murakkab son. Murakkab sonlarimiz shu tartibda ketaveradi. 8 bor va hokazo. Ana endi natural sonlarda kelinglar tub ko'paytirishni yashirib o'rganaylik. Natural sonlarimizni biz tub ko'paytiruvchiga ajratishimiz uchun shu shaklda eng kichik tub sondan bo'lishni boshlaymiz ekan. Aytaylik, mana 20 sonini tub ko'paytiruvchiga ajrataylik. 20 ni yozib olamiz mana. Ya'ni eng kichik tub sondan bo'lishni boshlaymiz. Eng kichik tub son 2. 2ga bo'laman. Bo'lsam 10 qoldi bu yerda. Yana 2ga bo'linadi. 2ga bo'lsam. Endi 5 qoldi. Endi 2ga bo'linmaydi. Endi e'tibor qilamiz. 2dan kattaroq keyingi tub son. 3ga qaraymiz. 5 endi 3ga bo'linmaydi. 3dan ham keyingi tub songa qaraymiz. 5ga. Ana 5 5ga bo'linadi. Ya'ni 5 ni 5ga bo'lganimizda 1 qoladi. 1 qolganda beraveramiz. Ya'ni 1 qolganda o'sha tub ko'paytiruvchiga ajrab bo'ldi. Ya'ni 1 qolganda tub ko'paytiruvchi ajrab bo'ldi. 2dan 2 ta, 5dan 1 ta. 20 degani 2dan 2 ta, 5dan 1 ta degani ekan. Darajasi yozib qo'yamiz. 20 degani 2 ni kvadrati ko'paygan 5 ni birinchi darajasi degani ekan. Ya'ni tub sonlar orqali 20 ni ifodalab oldik. 2 ni ikkinchi darajasi, 5 ni birinchi darajasi. 36 ni ko'raylik kelinglar. 36 ni tub ko'paytiruvchiga ajratyapman. Eng kichik tub sondan bo'lishni boshlayman. 2ga bo'lsam 18, yana 2ga bo'linadi. 2ga bo'lsam 9, ana endi 2ga bo'linmaydi. 2dan kattaroq keyingi tub songa qaraymiz. 3ga. 3ga bo'lsam 3 yana 3ga bo'linadi, bo'lsam 1. 36 degani 2dan 2 ta, 3dan 2 ta. 2 ni kvadrati ko'paygan 3 ni kvadrati degani ekan. 36 degani 2 ni ikkinchi darajasini, 3 ni ikkinchi darajalarini ko'paytmas degani ekan. Ya'ni biz tub sonlar orqali ifodalab oldik 36 ni. Tub ko'paytiruvchi ajratish shunaqa tartibda bo'ladi. Ana endi kelinglar shu ikkita son yozaylik. 24 va 18. 24 da bo'luvchilarni yozishganmiz. 1 1ga bo'linadi, 2ga bo'linadi, 3ga bo'linadi, 4ga bo'linadi, 5ga bo'linmaydi, 6ga bo'linadi, 8ga bo'linadi, 12ga bo'linadi va 24ga. Ya'ni yarmiga kelganimizda 24 yarmi 12. Yarmini yozganimizdan keyin shu sonni endi o'zini yozib qo'yishimiz bo'ldi ekan.
18 yozyapmiz böluvchilarni. 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linmaydi, 6 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi. 18 yarimga keldik, endi o'zini yozib qo'ysak bo'ldi ekan. Shu sonlar 18 ning böluvchilari. Ya'ni shu 18 ni shu sonlarga bo'lganimizda qolmaydi. 24 ni bu sonlar 24 ning böluvchilari. 24 ni shu sonlarga bo'lganimizda qolmaydi. Ana endi ikkalasi tomon bir xil böluvchilari bu umumiy böluvchilari bo'ladi. 1 ikkalovda bor, 2 ham ikkalovda bor, 3 ham ikkalasida bor, 6 ham ikkalasida bor. Va menimcha boshqa yo'q bir xil. Shu ikkalasida bir xil böluvchilar bu umumiy böluvchilar deyiladi. Ya'ni 24 va 18 sonlarimizni umumiy böluvchilari, shu sonlarimiz umumiy böluvchilari 1, 2, 3 va 6 ekan. Bu umumiy böluvchilar bo'ladi. Yigirma to'rt va 18 sonlarimiz bor, umumiy böluvchilari 1, 2, 3 va 6 sonlar ekan. Ana endi shu umumiy böluvchilarning eng kattasi necha berdi qaraymiz. Shu sonlar ko'chib oldi, shunday bergan, eng kattasi 6. Yozamiz endi. Eng katta umumiy böluvchi. 24 va 18 sonlarimiz eng katta umumiy böluvchisi 6 ekan. 24 va 18 sonlariga 6 ekan. Eng katta umumiy böluvchisi. Har safar endi eng katta umumiy böluvchi deb yurimiz ekanda, shuni qisqaroq qilib bir so'z hosil qilaylik. Engdan mana el olyapman. Kattadan k olyapman. Umumiydan u olyapman. B'dan, ya'ni böluvchidan B olyapman. Ana endi biz sizlar bilan yangi tushunchaga kelganmiz, ya'ni E kub tushunchasi. E kub shunaqa narsa bo'ladi. Ikkalasida bir xil böluvchilarini eng kattasi, ya'ni eng katta umumiy böluvchisi, ya'ni E kubi shunaqa darsda bo'ladi. Ya'ni 24 18 sonlarimiz E kubi bu yerda 6 ekan. Ana endi davomini ko'raylik. Bu E kub topishda birinchi usuli. Birinchi usuli E kub topishda. Ana endi E kub topishda ikkinchi usuli. Keyin shu sonlarni o'zgartirmaylikda 24 va 18 sonlariga E kub topaylik. Ikkinchi usulda. Mana bu E kub 24 va 18 degani 24 va 18 sonlarining E kubi degani. Shu kala sonimizni birinchi tubga ajratamiz, ikkinchi usulda. 24 tubga ajratyapman. Eng kichik tub sondan boshlayapman bo'lishdi. 2 ga bo'laman, bo'lsam 12. Yana 2 ga bo'linadi, bo'lsam 6. Yana 2 ga bo'linadi, bo'lsam 3. Endi 3 ga bo'lsam 1. 24 degani 2 dan 3 dan, ya'ni 2 ning 3 darajasi, 3 dan bitta ko'paygan 3 ning 1 darajasi. Mana 2 ni sanaymiz. Nechtaligini darajasi yozamiz? 3 dan nechtaligini darajasi. 18 tubga ajratamiz endi. Eng kichik tub sondan boshlayapmiz bo'lishdi. 2 ga bo'lsam 9. Endi 2 ga bo'linmaydi. 2 dan kattaroq tub son 3 ga bo'linadi. Bo'lsam 3, 3 ni yana 3 ga bo'lsam 1. 18 degani 2 ko'paygan 3 ni kvadrati. 2 ning 1 darajasi 3 ni kvadrati bo'lar ekan mana. 18 degani. Ana endi shu kabi sonlarimizni biz E kubini topishimiz uchun ikkalasida bir xil ko'paytuvchi darajasi kichigini olamiz. 2 ning 3 darajasi, 2 ning 1 darajasi. Kichigi 2 ning 1 darajasi bo'ladi. 3 ning 1 darajasi 3 ning kvadrat. Ikkalasida orini darajasi kichigini olamiz. 3 ning 1 darajasi. 2 ga 3 ko'paytirsak 6. E kubi 6 ekan. 24 va 18 sonlarimizni E kubi bu yerda 6 chiqar ekan. Tepadan birinchi usulda ham ko'rdik. Bu yolib chiqish bo'yicha topish usuli. Bunisi qoida bo'yicha. Ikkala usulda ham ishlashinglar mumkin. Ana endi mavzuyimiz davomi. Kelinglar 12 va 9 sonlarini karalilarni yozib chiqaylik.
12 ni karalab yozyapman. Birinchi o'zini yozaman. Keyingisini topishim uchun shunga 12 qo'yishim yetarli. 24. 24 ga 12 qo'ysam keyingisi kelib chiqadi. Keyingisini topish uchun 12 qo'shaman. 48. Keyingisini topish uchun yana 12 qo'shaman. Qo'shsam 60, yana 12 qo'shsam 72 va hokazo shu tartibda ketaveradi bu karraliklari. 9 niki. 9, ya'ni eng kichigi o'zi. Keyingisi 9 qo'shaman 18. Keyingisi 9 qo'shsam 27. 29 qo'shsam 36 va hokazo shu tartibda ketaveradi. Tepadagi sonlar 12 ni karraliklari, pastdagi sonlar 9 ni karraliklari. Endi shu ikkalasida bir xil karraliklarini yozish kerak. Ikkalasida bir xil. Hop, 36 bor ekan ikkalasida mana. Davomini yana yozaylik. 54 dan keyin 9 qo'shsak 63, yana 9 qo'shadigan bo'lsam 72 va hokazo shu tartibda ketaveradi. Ana endi 72 ikkalasida ham bormi? Ya'ni 12 va 9 sonlarimizni umumiy karraliklari 36, 72 va hokazo shu tartibda ketaveradi. Ya'ni 12 va 9 sonlarimizni umumiy karralisi 36 va 72 va hokazo shu tartibda ketaverar ekan. Ana endi umumiy karraliklarini eng kichigini olaylik. Umumiy karrali eng kichigi 36. Ya'ni eng kichik umumiy karralisi 36 ekan. 12 va 9 sonlarimizni eng kichik umumiy karralisi 36. Kelaydi har safar shu yerda eng kichik umumiy karralisi deb yurmaydi, shu yerda kichikroq so'z hosil qilaylik. Engdan e olamiz, kichikdan k olamiz, umumiydan u olamiz, karralisidan k olamiz. Ana endi sizlar bilan yangi tushunchaga egamiz. Bu ekuk degan tushuncha. Ekuk degani bu eng kichik umumiy karrali. Bu birinchi usuli bo'yicha. Ana endi ikkinchi usulni ko'raylik. Ikkinchi usul. Ikkinchi usulda tub ko'paytib ajratamiz. 12 ni tub ko'paytib ajratamiz va 9 ni ham tub ko'paytib ajratamiz. 12 ni eng kichik tub sonlar bo'lishni boshlayapman. 2 ga bo'lsam 6, 2 ga bo'lsam 3, 3 ga bo'lsam 1. 12 degani 2 ni kvadrati ko'paygan 3 ning birinchi darajasi. 2 dan 2 da, 3 dan bitta. 9 dan boshlayapman. 3 ga bo'lsam 3, 3 ga bo'lsam 1. 9 degani 3 ning kvadrati, ya'ni 3 dan 2 ta bor degani. Ana endi shu sonlarning ekuki. Ekuk 12 va 9. 12 va 9 sonlarning ekuki degani mana bu narsa. Ikkalasida bir xilning darajasi kattasini olamiz. Birida bor, birida yo'g'ini ham olaveramiz. 2 ning kvadrati bunda bor, bunda yo'q. Birida bor, birida yo'q bo'lsa ham olaveramiz. 3 kvadrati 9, 2 ning kvadrati 4, 4 ga 9, 36 bo'lar ekan. Ikkinchi usul bo'yicha, bu birinchi usul bo'yicha ekuk topdik. Shu savollarni mustaqil ishlab ko'rasizlar, ajratgan vaqtlar yozib olasizlar.